ham sifatli, ham tez. Atiga 5 kun ichida 150 kvadratni alikofon fasonda qilib tugatdik. Usta ishlataverib, ustaning tashlaridan charchaganlar, ayniqsa musofirda bo'lib turib, bu tunikafonchilar ustalar qo'ysam, tunikafon ishlari ancha mayda ish. Necha kunda tugatar ekan, ish cho'zilib ketmasmikan deb o'ylaydiganlar ham ko'p, to'g'rimi? Sizlar uchun juda ham zo'r bitta taklif. Birinchi, 5 kunda qilib tugatgan ishimizni ko'rib chiqamiz. Qolganini esa keyin gaplashamiz. Assalomu alaykum hammaga. Kamina usta Abdulloh 17 yillik tajribaga ega tunikasoz mutaxassima, qadriyatli ustalar jamoasiga asos soldik va jamoamiz bilan birga butun respublika bo'ylab 400 ga yaqin katta xonadonlarda eng chiroyli dizaynda qilib o'z egalariga muvaffaqiyatli topshirdik. Navbatdagi ishimiz Samarqand Narpay tumani Oqtoshda Sardor ukamizni uylarini juda ham chiroyli suratda tunikafonlarni qilib berdik. Birinchi o'rinda mana qarang, uylarimizda oldingi holatlari, ko'cha qismlari qanaqa bo'lgan, darvozaxonamiz, kaziroklarimiz qanday bo'lgan. Endi esa uyimizni bitgan holatini o'zingiz bitta ko'rib baho bering. Haqiqatan bir juda ham chiroyli, ideal suratda bo'lgan. Mana bu ko'chadagi kazirogimiz bu umuman noodatiy. Bunaqasi yo'q. Biz joyiga qarab, fikrlab, uy egalariga chiroyli bir yechim bo'lishligi uchun mana shunday qilib tugatdik. Alikofonga o'xshab chiqqan, xuddi shunday tunikafon o'zidan bo'lgan. Bu yerda eski latoklari ham bor edi. Biz o'sha latoklarni mana shunaqangi go'zal suratda yopib, tugatib, ishimizni yakunladik. Hamma go'zallik ichkarida. Qani ichkariga ketdik. Uyimizda darvozaxonasini juda ham chiroyli alikofon variantda bo'ldi. Xullas, biz bu uyga kelganimizdan keyin ukamizni o'zi usta, yaxshi malyar Rossiyada. Tashqarilarni, ichkarilarni ustalar o'zini olib kelgan ustalar o'zi biladi, qayerni qanday chiqarish deb uydagilar aytgan ekan. Haqiqatan kelib turib, joyda ko'rib, joyiga qarab, fikrlab, fasonlarni tanladi uy egalari va oppoq однотонный variantda 2026-yilda trendga chiqqan alikofon fasonimizni uyimizni qilib berdik. Mana darvozadan kirib kelayotgansiz, uyga o'zgacha bir kayfiyat beradigan, uyingizni statusini ko'taradigan, juda ham bir chiroyli, fayzli bir xonadon bo'ldi. Biz bu uyda tunikafonlarni qilishlikda hamma narsasini o'zimiz tashkillashtirib olib keldik. Tunikalarimizda qalinligi 0.4 glyansiy Xitoyda master class tunikalari, tayda karkazlari metall profilga bo'lgan. Bundan tashqari lisa xarajatlari, yo'l kira xarajatlari, samvares, xullas kalom uy egalari bitta mahga ham og'riq qilmagan holatda mana shunday go'zal suratda tugatdik. Biz ushbu uyimizda tunikafonda narxlarini usta haqqi hammasi ichida 140 ming so'mdan qilib berdik. Odatda biz bu tunikafonlarimizni narxini 150-160 ming so'mdan qilyapmiz. Lekin mana bu Ramazon oyida bir chegirmalar qildik va shu chegirmalarda yaqinlarimizga ham yoki bo'lmasa bizni kuzatayotgan obunachilarimizga juda ham chiroyli suratda kelishtirib, narxlarni chegirmali narxlarda qilib berdik. Ishlarimiz haqiqatan sizlarga ham yoqdimi? Biz sizni uyingizni tunikafon qilib berayotganmiz. Siz uchun uyingizga mos eng chiroyli dizayndagi tunikafonlarni dizayn tanlashga yordam beramiz. Bundan tashqari ortib qolgan narsalarni o'zimiz olib ketamiz. Bu degani siz natijada oshiqcha pul to'lamaysiz. Asabbuzarlik bo'lmaydi. Vaqtingizni tejab beramiz. Mana shu joyda hammasini atiga 5 kun ichida batamom qilib tugatib chiqib ketdik. Nechta odam deysizlarmi? Odam soni 2-3 odam. 2 bo'lib qoldi, mazasi bo'lmay qoldi bir she'rimiz. Xullas kalom 5 kunda qilib tugatdik. Ishimizni sifati sizga yoqdimi? Tezligi ham sizga yoqdimi? Agar siz ham uyingizni mana shunaqangi sifatli ham tez qildirmoqchi bo'lsangiz, bundan tashqari uy egalari bizga hayitga men mehmon chaqiraman, hayitgacha tugatalasizlarmi? Tugatib bersanglar yaxshi bo'lar degandi. Biz o'shani ishontirib va'da qildik va va'damizga muvofiq tugatdik. Sizlarga ham xuddi shunday va'dasiga vafo qiladigan, tez va sifatli tugatadigan qadriyatli ustalarning ishlari qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, buyurtma berishingiz mumkin. Siz ham Sardor ukamizga o'xshab musofirdan ishlarimizni kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, imolarimiz ishlab turibdi. Sifatli va tez xizmatlar qadriyatli ustalarda. Qadriyatli ustalarni kuzatishda davom etinglar.